Imbir ichayotgan odamlarni ko'rganmisiz? Odam shamollasa ham imbir ichadi, ozmoqchi bo'lsa ham imbir ichadi, hazmi og'irlashsa ham imbir ichadi. Go'yoki imbir hamma muammolarning yechimidek. Lekin bir savol, nega ba'zi odamlarga foyda beradi, boshqalarga esa umuman ta'sir qilmaydi? Hatto ayrim odamlar ichgandan keyin o'zini noqulay his qiladi. Buning sababi oddiy. Ko'pchilik imbirdan foydalanishni yaxshi tushunmaydi. Aslida imbir oddiy issiq choy bilan ichiladigan giyoh emas. U biologik faol moddalar saqlovchi ildiz hisoblanadi. Bugun biz imbir organizmda qanday ishlashini ilmiy asos bilan, lekin sodda tilda ko'rib chiqamiz va oxirida foydalanishdagi eng katta xatoni aytamiz. Imbir oddiy ziravor emas, uning tarkibida ko'plab bioaktiv birikmalar mavjud. Ulardan eng muhimlaridan biri gingerol deb ataladi. Gingerol organizmda yallig'lanish jarayonlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, u antioksidant himoya tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, periferik qon aylanishini faollashtirishi mumkin. Shuning uchun imbir ichgandan keyin odam tanasi isiganini sezadi. Bu jarayon qon tomirlarining kengayishi va metabolik jarayonlarning faollashishi bilan bog'liq. Ko'pchilik imbir immunitetni ko'taradi deb o'ylaydi, lekin immunitet juda murakkab tizim. Uni biror mahsulot bilan birdaniga oshirib yuborish mumkin emas. Imbir nima qiladi? U yallig'lanish reaksiyalarini me'yorlashtirishga yordam berishi mumkin. Shuningdek, oksidativ stressni kamaytirishda rol o'ynashi mumkin. Bundan tashqari, ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Ma'lumki, immun tizimi hujayralarining katta qismini ichakda joylashgan. Shuning uchun imbirning ta'siri ko'proq bilvosita hisoblanadi. Ya'ni u keskin natija bermaydi, balki organizmning mavjud himoya va tiklanish mexanizmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Imbir oshqozon shirasi ajralishini biroz kuchaytirishi mumkin. Natijada ovqat hazm qilish yengillashadi, qorindan bo'lishi kamayishi mumkin, ko'ngil aynishi ham yengillashish ehtimoli bor. Shu sababli ayrim klinik kuzatuvlarda ko'ngil aynish holatlarida imbir qo'llanilgan. Lekin agar odamda gastrit yoki oshqozon yarasi bo'lsa, imbirdan ko'p miqdorda iste'mol qilish aks ta'sir berishi mumkin. Shuning uchun har doim individual holatni hisobga olish kerak. Imbir qon aylanishini yaxshilashi mumkin. Qon aylanishi yaxshilanganda to'qimalarga kislorod yetkazib berish kuchayadi. Bu esa energiya almashinuviga ijobiy ta'sir qiladi. Ba'zi tadqiqotlarda imbir testosteron ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi qayd etilgan, lekin bu dorivor davolash emas. Bu organizmning tabiiy jarayonlarini qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Endi eng katta xatoga kelsak, ko'pchilik ko'proq ichsam tezroq foyda qiladi deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri. Imbirni ortiqcha miqdorda iste'mol qilish oshqozon shilliq qavatini bezovta qilishi mumkin, ich ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarda allergik reaksiya ham kuzatiladi. Biologik faol mahsulotlar har doim me'yor bilan iste'mol qilinadi. Odatda 1 yoki 2 sm yangi imbir yetarli bo'ladi. Uni iliq suvga solib damlash tavsiya etiladi. Asal qo'shmoqchi bo'lsangiz, suv qaynab turgan paytda emas, biroz sovigandan keyin qo'shing. Kuniga 1 yoki 2 marta iste'mol qilish kifoya. Har kuni litr ichishning hojati yo'q. Imbirning foydasi ko'p jihatdan uning sifatiga bog'liq. Bozorda aralashma yoki faol moddalar kamaygan mahsulotlar ham uchraydi. Shuning uchun muntazam iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, sof va nazoratdan o'tgan mahsulotni tanlash muhim. Masalan, Sunnah Products imbir asosidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishda sifat nazoratiga alohida e'tibor beradi. Ya'ni xomashyo tanlashdan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon nazorat qilinadi. Xulosa qilib aytganda, imbir organizmdagi ayrim jarayonlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. U yallig'lanish reaksiyalarini muvozanatlashtirishga yordam beradi, hazmni qo'llab-quvvatlaydi va qon aylanishini faollashtirishi mumkin. Lekin imbirni universal yechim deb qabul qilish to'g'ri emas. U dori vositasi emas va har bir organizmda bir xil natija bermaydi. Agar uni to'g'ri tushunib, me'yorida iste'mol qilinsa, foydali qo'shimcha vosita bo'lishi mumkin.